Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 26-kuni juma. Hammanglarning muborak juma kuni xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizda bo'lsin. Bugun Yani 26 mart günü Xitoy hokimiyati Yevropa İttifaqı, Amerika, Kanada ve Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida 22 mart olgan o'rtaq qarordan o'chilish maqsadida Angliya Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Lyon Duncan Simi qatorliq 9 nafar shaxsga va Angliya Konservativlar partiyasi kishilik huquq komiteti Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining o'z ichiga olgan 4 o'ringa yomon niyat bilan ig'vo tarqatgan, yolg'on uchur tarqatgan degan bo'hton bilan jazo yurgizganligini e'lon qilishi G'arb ellarining va Angliyadagi har soha zotlarining kuchli g'azabini qo'zg'adi. Bu qitim Xitoyning jazolashiga uchirgan Angliya Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Lyon Duncan bu munosabat bilan bugun Twitterda e'lon qilgan bayonotida, agar Xitoy mendan ochchig'ini chiqarib olmoqchi bo'lgan bo'lsa, Xitoyning bu jazosi men uchun bir sharaf medaldan iborat. Xitoyning Hong Kongda elib berayotgan kishilik huquq tajovuzchilarga va Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga hammamizning pozitsiya bildirish majburiyatimiz bor. Qonun davlatida erkin yashayotgan insonlar cho'qim ovozini chiqarmayotgan xalqlarning ovozi bo'lishi lozim deb ko'rsatdi. Xitoy hokimiyati 22 mart kuni Yevropa parlamentining a'zolari va germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zinnes qatorliqlardan tarkib topgan 10 kishiga va shundaqla Yevropa kengashi siyosiy va xavfsizlik komiteti, Yevropa parlamenti kishilik huquq tarmoq komiteti, Germaniya Amerika tadqiqot markazi, Daniya Demokratik ittifoq fondi jamiyati qatorliq 4 o'ringa jazo tadbiri qo'yganligini jakarlagan bo'lib, Xitoyning yuqorqi shaxs va o'rinlarga bergan jazosi ularning Xitoyga kirishini cheklash, ularning Hong Kong, Makao va Xitoydagi mol-mulkini to'g'ritib qo'yish, Xitoy fuqarolarining va Xitoy organlarining ular bilan aloqa qilishini cheklash qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi. Bu qitim Xitoyning jazolashiga uchirgan Angliya Konservativlar partiyasi kishilik huquq komiteti bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Xitoy kommunistik hokimiyatining jazolashiga uchirganligimizdan intayin sharaf his qilamiz. Amaliyotda bu bizning Xitoydagi qo'rqinchli kishilik huquq krizisi haqida ko'rsatgan tirishchanligimizning mukofotidan iborat deb ko'rsatdi. Ondan boshqa yana bugun Xitoyning jazosiga uchirgan boshqa shaxs va organlarni bas-basda bayonot e'lon qilib, o'zlarining Xitoyning bu xil tahdid va jazolarga aslo bosh egmaydiganligini va Uyg'ur, Hong Kong xalqlarining insoniy haq huquqlarini qo'g'dab qilish uchun elib berayotgan kurashlarini aslo to'xtatib qo'ymaydiganligini ifoda qilishdi. Chet ellik siyosiy analizchilar Xitoyning yuqoridagi jazolash qilmishlari butun G'arb dunyosiga va G'arb dunyosining qimmat qarashlariga ochiq-oshkor holda umumyuzlik jang e'lon qilganlik. Xitoy hokimiyati buning badalini cho'qim og'ir darajada o'taydi deb qarashmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalq duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish va ularning insoniy haq huquqlarini qo'g'dab qilish uchun kurash qilganligi sababli mustabid Xitoy hokimiyatining 3 elish xarakterlik jazosiga uchirgan barliq shaxs va o'rinlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan takror rahmat etish bilan birga vafodor Uyg'ur xalqi ularning bu xil jasurlarcha ko'rsatgan g'amxo'rligini va bu sharafli yo'lda to'lagan badallarini abadiyan cheksiz minnatdorlik ichida yod etadi deb ko'rsatdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur majburiy amgaki sababli Xitoyning paxta mahsulotlarini ishlatmaydiganligini jakarlagan dunyo bo'yicha tonilgan kiyim-kechak markalari Nike, H&M, Adidas, Index qatorliq 10 dan ortiq tanliq markaga qarshi butun Xitoy miqyosida boshlatgan boykot qilish harakati va Xitoyning bu harakati jarayonida o'ttirg'i chiqqan yerginishlik ko'rinishlar xalqaro jamoatchilikning kuchli g'azabini qo'zg'adi. Amerika prezidenti Bayden bu munosabat bilan 25 mart kuni e'lon qilgan bayonotida o'zining ilgari Xitoy raisi Xi Jinping bilan telefon orqali ko'rishganda uningga Amerikaning Uyg'urlar masalasi haqidagi sadosini aslo to'xtatmaydiganligini ochiq o'ttirg'i qo'yganligini ta'kidlash bilan birga, Amerikaning har qaysi hukumat organlarining Xitoyning bu xil boykotlarga taqobil turishning choralari haqida jiddiy harakatga o'tganligini bayon qildi. Garchi Xitoyning donliq markalarga qarshi boshlatgan boykot qilish kampaniyasi sababidan Adidasning pay cheki 4,56%. H&M'ning pay cheki 3,41% tövenlegan bo'lsa-mu, ammo kuzatuvchilar donliq markalarning Sharq Turkistonda majburiy amgak orqali ishlab chiqarilgan paxta va boshqa paxta mahsulotlarini sotib olishni to'xtatishi natijasida Xitoyning iqtisodiy jihatda tortgan ziyinning nihoyatda zo'r ekanligini mo'ljarlashmoqda. Ko'plagan Xitoy shirkatlari texnik yaqinda germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zinnes ustidan Urumchidagi sud mahkamasiga sungan arznomasida Adrian Zinnesning ig'volari va yolg'on dokladlari natijasida ko'plagan chet el shirkatlari Xinjiangdan paxta mahsulotlarini sotib olishni asosiy jihatdan to'xtatdi. Buning bilan Xinjiangdagi shirkat va korxonalar og'ir darajada ziyonga uchirdi deb dotlagan edi.
Xitoyning Weibo torida nurg'un Xitoylar dunyodagi dongli markalarni tillab haqoratlagan. Ba'zi Xitoy cho'lponlari bu markalar bilan bo'lgan aloqasini uzganligini jakarlagan. Hatto Alibaba qatorliq Xitoy tor savdo supularidan H&M markasining mollari chiqarib etilgan. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Ziniz yozgan uchurda bu vaqtda to'xtalib, bu Beijingning Xinjiangga oid masalalardagi asosli strategiyalik o'zgarishini ko'rsatib beradigan ikkinchi misol. Ya'ni Xitoy hozir Xinjiangdagi masalalarni aktivlik bilan inkor qilishdan aktivlik bilan qaytarma hujumga o'tishga o'zgartdi. Hozir u g'arb shirkatlarini majburiy emgakka sherik bo'lishga majburlayotdi deb yozgan. Xitoy hukumati davomli turda Xitoy xalqini dunyodagi dongli markalarni boyqut qilishga kuch ko'rtish, uni davlatning izzat obro'yi masalasi qilib olishdek vositalar orqali uni xalqaroda o'ziga yoqmaydigan so'z harakatlarini cheklashning usuli qilib olgan edi. Bu qitimli harakatda Xitoyning bu maqsadi yanada aniq oshkorlangan. Adrian Ziniz so'zida Amerika va Yevropa qatorliq davlatlar hukumatlarining maxsus qonun orqali cho'qim Xitoyning bu taktikasiga zarba berishi kerakligini bildirdi. Xitoydagi tashviqot apparatlari hozir bas-basda tashviqot videolarini ishlab tarqitib, Uyg'urlarning paxta mahsulotlari sohasida majburiy emgakka selinayotganligini inkor qilishga urinmoqda. Xitoy hokimiyati tarafidan bugun, ya'ni 26 mart kuni jazo e'lon qilingan Angliyadagi 9 nafar shaxs va 4 o'rin qatoridan o'rin olgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi o'zining Xitoy ustidan ilib boradigan tunji qitimliq sotini bu yil 6 oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazganligini va bu yilning oxirigacha sotlashni tamomlaydiganligini bildirdi. Analizchilar Xitoy hokimiyatining Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasini jazolash tizimligiga kirgizganligini, Xitoyning yangi qurilgan va hozirgacha texnik rasmiy sotini boshlamagan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasidan va uning Xitoy ustidan chiqaradigan hukumidan qattiq andisha va sarosimaga tushganligining dalili deb qaramoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yil 9-oyda Londonda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sotchisi Jeffrey Nice apandi matbuotlarga bildirishicha, mazkur sotning 8 kishidan tarkib topgan baholash hay'ati bu yil 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha 50 nafarga yaqin guvohchi, shohid va arzdorlarni Londonga taklif qilib, oldi bilan ularning Xitoyning ustidan qilgan arz shikoyatlarini anglab chiqadi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sotchisi Jeffrey Nice apandi bo'lsa, ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi Xalqaro adolat divonida sobiq Yugoslaviya prezidenti Miloševićni sotlagan dunyoga mashhur sotchi bo'lib, xalqaro qonun sohasida yuqori inovatga ega shaxslarning biridan iborat. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi 8 nafar baholash va hukm chiqarish hay'atidan tarkib topgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozirga qadar sud kollegiyasiga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik 15,000 betlik arznoma sundi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi sotlash va hukm chiqarish xizmatlarini bu yilning oxirigacha tamomlab bo'lishni plan qilmoqda. Bu sud kollegiyasini qurib chiqishdagi maqsad shuki, garchi Xitoy davlati xalqaro irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lsa-mu, afsuski Xitoy bu deloning xalqaro jinoyat sudida yoki har qanday bir xalqaro adolat sudida ko'rilishiga qarata to'sqinlik qilish imtiyoziga ega. Ammo Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi bu vaqtda nopuzliq va tarafsiz holda hukm chiqara oladi. Bu sud hech bir oldin hukm va yoki taxminga asoslanmagan holda dalillarni tekshirib, barliq bor bo'lgan material va paketlarga qarab oxirgi hukmnomani e'lon qiladi. Hukumatlar va xalqaro tashkilotlar o'tirg'i chiqqan shu dalil asosidagi hukmnoma orqali o'zlarining xalqaro majburiyat va javobgarliklarini to'nib yetadi. Agar Xitoy davlatining Uyg'urlarga qaratgan qasddan o'ldirish, qo'l qilish, o'rinsiz turmaga silish, qiyin qistoq, bosqinchilik va boshqa jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'mas qilish, majburiy g'oyib qilib etish, bolalarni ota-onalaridan majburiy ayirib etish, majburiy to'y qildirish va inson organlari tijoratidagi boshqa jinoyatlarni sodir qilayotganligi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi tomonidan rasmiy isbotlanib hukm chiqarilgan taqdirda, bu hukm har qaysi davlatlar va xalqaro organlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan besim siyosati Amerika hukumati, Kanada va Gollandiya parlamentlari tomonidan birdek irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan. Bir qism Yevropa davlatlari va Yevropa ittifoqi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga qarshi embargo e'lon qilgan bir mezgilda, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining 25-martdan e'tiboran Turkiyaga qilgan 3 kunlik ziyorati kuchli diqqat qo'zg'adi. Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari Wang Yining ziyoratiga qarshi Anqara va Istanbulda keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni qattiq ayiblash bilan birga, Rajab Tayyip Erdo'g'an hukumatidan Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni keskin turda o'tirg'i qo'yishni talab qilgan edi. Ondan boshqa yana 25-mart kuni Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi boshchiligidagi ikki taraf vakillari o'rtasida uchrashuv elib berilayotganda, Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida Turkiyada Uyg'urlar masalasini izchil turda qo'llab kelayotgan partiyadan bo'lgan parlament a'zolari norozilik namoyishi elib bordi.
Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 25 mart Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida Uyg'urlar masalasidagi tushuncha va talablarni Xitoyning munosabatli xodimlariga yetkazganligini aytgan. Biroq Uyg'ur masalasi ustida qaysi jihatlardan suhbatlashganligini va suhbatning jarayonini tilga olmagan. Mutaxassislar Turkiya Uyg'ur siyosatida mazkur ziyorat jarayonida xalqaro tanlashga duch keladi deb qaramoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha 25 mart kuni Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ilib borgan uchrashuvda Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat, rayon xarakterlik va xalqaro masalalar va Uyg'urlar masalasi to'g'risida muzokara ilib berilgan. Shu kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi yana Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishgan bo'lib, bu qitimqi uchrashuvda Recep Tayyip Erdo'g'anning Uyg'urlar masalasini tilga olgan yoki olmaganligi noma'lum. Facebook şirketi 24 mart günü məxsus bayanat e'lon qilib, Xitoy tor jasuslarining Uyg'urlarning hujum nishon qilganligini bildirdi. Bayonotda mundaq deyilgan: Biz Xitoyning bexatarlik sohasidagi H-Imposa va LA deb atalgan bir turkum tor jasuslarga qarshi bir qator tadbirlarni qo'llandik. Ular bizning tor sahnamizni suiiste'mol qilib, yomon g'arazlik virus tarqitish va kishilarning ijtimoiy taratquv hisobini o'g'irlash qatorliq harakatlar bilan shug'ullangan. Ular asosliqi Turkiya, Qozog'iston, Amerika, Suriya, Avstraliya, Kanada va boshqa davlatlarda yashaydigan Uyg'urlar orasidagi faoliyatchilar, jurnalistlar va Xitoyga qarshi fikr iqimidagilarni nishon qilgan. Facebook şirketining bildirishicha tor jasuslari nishonga olgan kishilarning elektronlik uskunalarini virus bilan yuqumlantirgan. Ba'zi ahvollarda tor jasuslari yoshirin nazorat qiladigan yumshoq detal o'rnatish uchun Uyg'urlar orasida ko'rilish nisbati yuqori bo'lgan xabar tor bekatlarini ishlatgan. Ular Facebookda saxta hisobot ochib jurnalist, o'quvchi, kishilik huquqni tashabbus qiluvchilar yoki Uyg'urlar jamiyatining a'zolarida qiyofatga kirib olib, ular nishonlagan kishilar bilan ishlash turg'izgandan keyin ularni virusli tor bekatlarga kirgizishga urindi ekan. Facebook şirketi Xitoy tor jasuslari va hakkerlari qo'llangan taktikalar, texnikalar va tartiblarni aniqlab chiqqan. Bular asosliqi tövandagidek bir qancha turga yig'inchoqlanadi ekan. IP adresi, izlash ko'zniki va til tangshaklari qatorliq asosliq mashg'ulotlar orqali hujum nishonini tanlash, Uyg'ur va turk tilidagi dongli xabar tor bekatlarining nomini suiiste'mol qilish, ya'ni nishonga olgan kishilar doim ziyorat qiladigan qonunli tor bekatlarining nomini qo'llanib qopqonga tushirish. Facebookda jurnalistlar, o'quvchilar, kishilik huquqni tashabbus qiluvchilar yoki Uyg'ur jamiyatining a'zolarida qiyofatdagi saxta hisobot supsa orqali nishonlagan kishilarni viruslik o'linishga boshlash. Android app do'koniga taxlit qilingan tor bekatlarni qurib, bu yerda Uyg'urcha knopka taxtisi detali, duo detali va lug'at detali qatorliq Uyg'ur temisidagi qo'llanishchan programmalar orqali qarmoqqa ilindirish. Facebook şirketi yuqorqi usullardan boshqa Xitoyning ichidagi shaharlarda turib dunyoning boshqa joylaridagi har xil yumshoq detal obyektlarini nazorat qiladigan H-Imposa va LA nomi bilan atalgan organlar Xitoyning eng asosli josuslik organlari hisoblanadi deb alohida ta'kidlagan. İtaliya parlamentining a'zosi, Parlament tashqi ishlar komitetining muavin boshlig'i Paolo Formentini Italiya parlamentida Xitoy hukumati Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb tonish haqidagi taklif loyihasini tonishtirganligini jakarlagan. U 24 mart kuni parlamentda qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlariga qaratayotgan zulmiga oid oshkorlangan nurg'un isbotlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish xitobnomasida irqiy qirg'inchilikqa berilgan ta'birga mos keladiganligini eskartib, Italiyaning bu zulmga qarab turmasligi va uni irqiy qirg'inchilik deb tonishi kerakligini bildirgan. Xalqaro mustabidlikka qarshi turish tashkilotining bildirishicha Paolo Formentin parlamentdagi so'zda yana Xitoy hukumatining Yevropa parlamentidagi kasbdoshlariga jazo tadbiri qo'yganligini qattiq tanqidlagan va uni qabul qilgusiz deb ko'rsatgan. Italiya parlament a'zosi Paolo Formentin Xitoy masalasi bo'yicha parlamentlar aro hamkorlik guruhining a'zosi ekan. 23 mart kuni Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiyaga vakillik qiladigan majlis a'zolari Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini ayiblash va Sharq Turkistondagi elib berilgan jinoyatlar ustidan xalqaro mustaqil tekshirish yurgizish haqida bir qaror loyihasi tunishtirgan. Davlat Majlisi tor betidagi uqtirishdan qaraganda Amerika Davlat Majlisi Sharqiy Osiyo tashqi munosabatlar komitetining a'zosi bo'lgan Mitt Romney 23 mart kuni Kengash palata a'zosi Chris Coons, Marco Rubio, Edward Markey, Bill Hagerty va Tim Kaine qatorliqlar bilan birga Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga qilgan muomalasini ayiblash va u yerda yurgizilayotgan xo'rlash va boshqa jinoyatlarni tekshirish haqida bir qaror loyihasini tunishtirgan. Kengash palata a'zosi Romney mundaq degan: Xitoy Kommunistik partiyasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi. Biz bu qaror loyihasi orqali ularga qilingan jinoyatlar ustidan xalqaro tekshirish talab qilamiz. Bu vaqtdagi bayonotda yana yuqorida ismi tilga ilingan Coons, Marco Rubio qatorliq Kengash palata a'zolari ayrim so'z qilib, Amerika hukumati va uning ittifoqdoshlarining cho'qim Uyg'urlarga yurgizilayotgan jinoyatlarni surishti qilishi kerakligini va Xitoyni cho'qim javobgarlikka tortishi kerakligini ta'kidlagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar,
Yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramısında diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq proqramımızda görüşəyli. Görüşçə aman boğaysızlar. Xeyri xoş.